Assalomu alaykum. 3-qismiga o'tamiz. Birinchi va ikkinchi qismlarda nima ishlar qilgan edik, kelinglar ko'rib o'taylik. Kerakli kutubxonalarni yuklaganmiz. Kerakli datasetimizni yuklaganmiz. Xo'p, ma'lumotlarni tahlil qilganmiz. Xo'p, bo'sh qolgan ma'lumotlarni to'ldirdik. Yangi ustunlarni yaratdik. Matnli ko'rinishdan raqamli ko'rinishga o'tkazdik. To'g'rimi? Keraksiz ustunlarni o'chirib tashladik. Balansni tikladik. Oxirida biz nima qildik? 3 ta sun'iy intellekt modelini e'lon qilgan edik. Keling, endi shu bir boshdan, ya'ni linear regression modeli yordamida mana sun'iy intellektni o'qitib, natijalarni olamiz. Xo'p, birinchi bo'lib o'qitamiz. Sun'iy intellektni o'qitish uchun mana shu bitta qator kodimiz yetadi. X-train va Y-train ma'lumotlarni beramiz. Ya'ni train degani bu o'rgatish uchun ajratgan 90% ma'lumotimizda 90% ya'ni shu 988 qator ma'lumotimizni beramiz va 988 qator javoblarimizni beramiz. Shundan u o'ziga nima qiladi? Ma'lumot yasab oladi. Ko'rib turibsizlar, balansi 500 ga 500. Xo'p. O'qita olamiz. Sun'iy intellektimizni o'qitdik. Linear regression modeli yordamida chiziqli regressiya modeli yordamida o'qitdik. Endi uni nima qilamiz? Qiymatlarini chiqarib ko'ramiz. Tak, score metodi orqali biz uni qiymatini chiqaramiz. Xo'p. Testga nisbatan 6% ekan, juda past. Xo'p, kelinglar shuni trainga nisbatan, ya'ni o'qitgan ma'lumotlarimizga nisbatan olib ko'ramiz. Xo'p. O'qitgan ma'lumotlarimizga nisbatan 92% to'g'ri javob beryapti. Test ma'lumotlarga nisbatan esa nima? 6%lik, ya'ni teskari 6%lik ma'lumotlarni beradi. Bu juda yomon. Bu переобучение deydi. Bu ya'ni o'sha berilgan datasetimiz ma'lumotlariga bog'lanib qolish deyiladi. Ya'ni bog'lanib qolgan, undan boshqa savollarga javob bera olmaydi. Xo'p, buni yengish uchun giperparametrlarni ishlatishimiz kerak. U haqida ham kamida 1 soat gapirishimiz kerak. Shu uchun kelinglar. Xo'p, random forest regression modeli haqida random forest regression modelini o'qitib ko'ramiz. Ikkinchi modelimizga o'tamiz. Birinchi modelimiz o'zini yaxshi oqlamadi. Xo'p, ikkinchi modelimizda o'qiyapmiz. U sal sekinroq o'qiydi, chunki tasodifiy o'rmon metodi yaxshiroq natija ko'rsatadi va sekinroq ishlaydi. Ma'lumotlarimiz qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, shuncha sekin ishlaydi. Xo'p, ko'rdingizlar, mana 6% dan 6.8% dan 58% ga ko'tarildi. Ya'ni bu modelimiz hozirgi Titanic datasetimiz uchun yaxshiroq natija ko'rsatdi. Xo'p, xuddi shu narsani kelinglar test uchun emas, train uchun ko'ramiz. Xo'p, train uchun ko'ramiz. Qani train ma'lumotlarida necha chiqqan ekan? Tak, train va Y-train. Xo'p, 93. Demak, bu ham o'sha berilgan datasetimizga moslashish alomatlari bor. Xo'p, uchinchi modelimizni ko'ramiz. Xo'p, uchinchi modelimiz bu random forest klassifikatsiya modeli. Xo'p, tak, o'qitamiz ma'lumotlarni. Xo'p, va undan ham natija olib ko'ramiz. Xo'p,
prediction kerak bo'ladi. Prediction degani o'sha test qiymatlaridan javoblar va test qiymatlari va javoblarni solishtirib ko'ramiz. 84% lik natijaga erishdik test modelida, eslab ko'ringlar. Bu ya'ni mana test modelimiz Random Forest klassifikerda 58%, bu 84% ga ko'tarildi. Bu juda yaxshi. Keringlar, ya'ni o'sha bog'lanib qolmaganligini tekshirish uchun nima qilamiz? Train metoddan train metodi orqali tekshiramiz. Tak. X train, to'g'rimi? Hop. Va Y train orqali tekshiramiz. Traindagi natijalar bilan 100% bilan переобучение bo'lgan. Bu 100% lik natijaga erishgan. Ya'ni переобучение bo'lgan. Buni giperparametrlar orqali kamaytirsak bo'ladi. Bu ma'lumot bulardan sal qochish uchun kelinglar qayta ma'lumotlarni taqsimlab ko'ramiz. Kelinglar. Ma'lumotlarimizni 30 ga 70 taqsimlaymiz. Ya'ni 70%imiz sun'iy intellektimiz o'rganishi uchun, 30% test qilishimiz uchun. Xo'p, ketdik. Qayta ishlab tushiramiz. Mana 768 ta qatorni bizga o'rganish uchun berdi. Test olishimiz uchun 330 ta qatorni berdi. Yaxshi. Qayta o'qitamiz modellarimizda va qayta natijalarni olamiz. 22% ga tushdi. Tak, yaxshi natija ko'rsatdi, chunki oldin 6,5% edi, 22% ga ko'tarildi. Xo'p. Train modeli 93%, bu yaxshi. Endi Random Forest regressiya modelini ishlatamiz, o'qitamiz sun'iy intellektni qayta ma'lumotlarni va ma'lumot olamiz. Kodida 60% ga ko'tarildi. 58% dan demak, hozir tushuntiraman nima bo'lganini. Xo'p, train uchun ma'lumotlar olamiz. 93% bu ajoyib qiymat. Xo'p, Random Forest Classifier metodini qayta o'qitamiz, natijalarni qayta olamiz. 84% ozgina o'zgarish sezildi va 100%. Endi eng yaxshi o'zini ko'rsatgan modelimiz bu Random Forest Classifier modeli bo'ldi, lekin bu nima bo'ldi? Переобучениеga qoldi. Ya'ni o'sha bergan ma'lumotlarimizga birda-bir bog'lanib qoldi. Xo'p, buni oldini olish uchun giperparametrlarni sozlashimizga to'g'ri keladi. Xo'p, endi nima uchun ko'tarildi degan savollaringizga javob beraman. Qaranglar. Oldin biza 90% lik ma'lumotlarni sun'iy intellektda o'qitishga berdik va 10% lik ma'lumotlarni nima qildik? Test uchun ishlatdik, Bu train uchun ishlatdik. Bu test uchun ishlatdik. Endi matematik ehtimollik nazariyalariga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerdagi ma'lumotlarni hech bo'lmasa bir martadan 100% takrorlanish ehtimoli juda past. Tushundingizlar? Mana bu yerda bor ma'lumotlarni 20-30%, demak, mana bu yerda yo'q. Shu uchun yo'q ma'lumotlarga o'qitdik va mana bu yerda bor ma'lumotlarni qanchadir qismi bu yerda ham yo'q. Endi ikki tomonda uzilish bo'lgani uchun sun'iy intellektda foizlari tushib ketadi. Chunki bu tomonda bor ma'lumotlar, bu tomonda bo'lmay qoldi, bu tomonda bor ma'lumotlar, bu tomonda yo'q. Biz boshqa ma'lumot, boshqa kombinatsiyaga o'qitdik va boshqa kombinatsiyalarga tekshirdik. Shuni hisobiga nimamiz tushib ketdi. 70 ga 30 qilganimizda, ya'ni mana bu yerga qo'shilganida, yangi qo'shildi va mana bu yerda yangi ayrildi. Endi mana bu yerdagi takrorlanmaydigan qiymatli bergi ko'chgandan keyin bir-birini takrorlash imkoniyatlari paydo bo'ldi. Kombinatsiyalar takrorlanish paydo bo'ldi. Shuni hisobiga nima bo'ldi? Bizda sun'iy intellektimizda foizi oshdi. Tushundingizlar? Xo'p. Endi mana bu yerda biz nima qilishimiz kerak? Sun'iy intellektda moslashuvchanligidan qochishimiz kerak. Xo'p, u uchun biz
random forest klassiferiga o'tamiz. Random forest klassiferi metodiga o'tamiz va giperparametrlarni sozlashga harakat qilamiz. Odatda 100 ekan. Xo'p. Xo'p. Xo'p, bu uchun biz grid search metodidan foydalanamiz. Tak. Grid search metodimiz qayerda ishlatgan edik? Sun'iy idrok modelda. Tak, grid search bormi? Grid search. Tak, grid search modeli. Xo'p. Tak. Grid search modeli. Hop. Tak, mana bor ekan. Ochamiz. Bu metod, ya'ni imminna sun'iy intellektimiz berilgan ma'lumotlarga bog'lanib bo'lganda uni bog'lanishini yo'qotish uchun ishlatiladigan metod. Xo'p. Mana bu parametrlarni ishlatib olamiz. Bu uchun bizga mana bu yangi kutubxona kerak bo'ladi. Xo'p. Davom etamiz. Yangi kutubxonani yuklab olamiz. Yuklab oldik. Xo'p, endi bizga parametrlarni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, parametrlarni qo'yamiz. Tak, 150. Tak. 200. Ha? Hop. Okey. Parametrlarni oldik. Hop. Bu yerda numpy kutubxonasi ham bor ekan. Tak, import numpy as mp qayta yuklaymiz. Hop. Parametrlarni belgilab oldik. Qaysi parametrlar bo'yicha sun'iy intellektni moslovchilarligini yo'qotish uchun. Hop, endi shu parametrlar bo'yicha nima qilamiz? 3 ta bosqichda o'qitamiz. Va eng yaxshi modelni aniqlab beradi. Hop, o'qitib olamiz. X-train, okey. Bizda X-train va Y-train ancha ko'p muddat o'qiydi, shu uchun pauzaga qo'yib turaman. Odatda 20-25 daqiqa o'qish kerak. Bu bizga ajratilgan AZUga bog'liq. Mana ko'rsam, sun'iy intellekt o'qishni boshladim, AZUdagi nagruzka oshishni boshladi. Xo'p. Ya'ni resurslar taqsimlanmoqda. Ozgina vaqt oladi, 20 minutlik vaqt oladi. Men ungacha videoni pauza qo'yib turaman. Mana bu hamma kombinatsiyalar bo'yicha bizga nima qiladi? Sun'iy intellektni eng yaxshi ma'lumotlarini beradi. Va o'sha ma'lumotlar bo'yicha biz keyin train test datasetimiz bo'yicha tekshirib ko'ramiz va train datasetimiz bo'yicha qiymatni chiqaramiz. Ishonch hosil qilamiz bu 100 bo'lmasligiga. Va shunda modelimiz yaxshi natija ko'rsatgan hisoblanadi. Faqat men pauza qo'yib turaman. Bu yerda biz random forest classifier random forest regressiya qo'ygan ekanmiz. To'g'rilab olamiz, qayta o'qitamiz. Aytganda 20 daqiqa vaqt oladi. Hozir yana pauzaga qo'yib, keyin sizlarga aloqaga chiqaman.
Hop, o'zgarishlarni parametrlarga ham kiritib oldik. Mana bu yerga gradation deganiga va qayta ishga tushiramiz. Sun'iy intellektimiz наконец-то o'qidi. Hech qancha vaqt o'tmasdan, tak 3 minut 13 minut 14 minutda o'qibdi. Hop, eng yaxshi qiymatlarni olamiz. Tak, u uchun bizga best estimated degan metod kerak bo'ladi. Tak. Gradation entropy, max depth 18, max feature none va 150 ta eng yaxshi qiymatga eng yaxshi qiymatlarni ko'rsatgan ekan. Okay. Hop, modelimizni qayta o'qib olamiz. Shu giperparametrlar bo'yicha. Tak, modelimizning nomi nima edi? Tak, random forest classifier. Random forest classifier. Hop, nima qo'yamiz? Gradation entropy. Tak. Gradation entropy max depth 18, to'g'rimi? Hop, max feature 0 ekan. Hop, 150 ta. Okay, sun'iy intellektimiz qayta o'qitamiz va qayta natijalarni olamiz. Tak, test bo'yicha natija olamiz va train bo'yicha natija olamiz. Hop, anaqa yangi qo'shib qo'yganimizda pastga tushirish knopkasi orqali uni eng oxiriga olib tushsangiz bo'ladi. Hop, test bo'yicha qiymatlarni ko'ramiz. Tak. Okay, tak, RFC fit. Hop, X train va Y train. Okay, sun'iy intellektda tak, max feature tak, max feature kelinglar. Bir qilib olamiz. Tak, sun'iy intellektimizni o'qitamiz. Ozgina vaqt oladi. Sun'iy intellektimiz o'qidi va qiymatlarni olamiz. Ko'rib turganingizdek, test qiymatlarimizda ham 84% yaxshi natijani ko'rsatdi. Oldin test qiymatlarimizda 84 edi, 84.5 edi. Hozir esa 84.5, ya'ni 70% ma'lumot bilan ham 90% ma'lumotga erishdik. Endi asosiysi nimani tekshiramiz? Moslashib qolmaganligini tekshiramiz. Hop, tak. RFC fit. Hop. Keyingi metodga o'tamiz. Tak, keyingi metodimiz confusion matrix metodi. Hop, y test, y bread metodlari. Endi hop, testda qancha qiymat qoldirgandik? 330 ta qiymat qoldirgandik, to'g'rimi? 330 tadan 143 ta 0 klassimiz, ya'ni tirik qolganlar, yolg'on bo'lgani, o'lganlarni aniq topdi. 136 ta 136 ta haqiqatdan tirik qolganlarni topdi. 22 ta tirik qolganlarni o'lganlarni tirik qolgan deb
qaradi va 29 ta o'lganlarni tirik deb qaradi. Odatda 84 natija o'rtacha natija, bu yaxshi natija. Endi bu ma'lumotlarni bajargandan so'ng uni nima qilishimiz kerak? Share qilishimiz kerak, ya'ni ulashishimiz kerak. Xo'p, qanday ulashamiz degan so'zga, mana поделиться degan joyi bor. Agar angliyskiy qiladigan bo'lsa, sistemalarimiz share degan narsa chiqadi. Поделиться knopkasini bosamiz. Xo'p. Masalan, mana bu yerga endi sizlar ustozlaringiznikini yozasizlar. Ustozlaringiz bo'lsa agar, xo'p, men shuni yozaman. Redaktorga emas, kommentatorga qo'ysalaringiz ham yetadi. Kommentatorga qo'yasizlar va nima deysizlar? Masalan, oraliq nazorat ishi uchun deb yozib jo'natsalaringiz kifoya, ustozlaringizga borib tushadi va ustozlaringiz bu ma'lumotlarni tekshirib bahosini qo'yadi. Albatta, bu narsalarni yodda saqlash uchun hamma kodlarni daftarga yozib chiqishlaringiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'limi bu kerakli kutubxonani yuklash. Mana pastdagi kutubxonalarni ham shunga qo'shib yuklaysizlar birinchi qatorga. Mana bu grid so'zda va shunga o'xshash kutubxonalar hammasi bir joyda bo'lishi kerak. Tartib bo'yicha. Ikkinchisi ma'lumotlarni yuklash deysizlar va shu kodlarni yozamiz. Uchinchisi ma'lumotlarni tahlil qilish. Mana bu kodlarni yozamiz. To'rtinchisi ma'lumotlarni to'ldirish. Mana bu ma'lumotlarni to'ldiramiz. Mana age'ni va cabinni to'ldiramiz. Yangi featurelar yaratish, ya'ni new cabin va new name degan yangi usullarni yaratdik. Daftarga yozasizlar qanday qilganlaringizni va keraksiz usullarni o'chirish. Ularni ham yozasizlar. Xo'p, keyingi etapimiz bu sun'iy intellektlarni e'lon qilish va ularni o'qitish, o'zaro ma'lumotlarni solishtirish va kerakli natijalarni olish. Oxirida xulosa yozasizlar. Qaysi modellaringiz yaxshi bo'ldi, nimani evaziga. Demak, Titanic datasetimiz uchun 3 ta modelimizdan qaysi biri eng yaxshiroq model ekan. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'lasizlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.